hozir bor binodan mavjud quvvatni yana bir 40%, 50%gacha oshirish ishlarini amalga oshirdik. Masalan, 3 tonna 800 deb gapirardik. Hozir 5 tonnagacha hech nimani o'zgartirmasdan turib, ko'k massani olish imkoniyatini yaratdik. Xerasan qaror bozorida shu ish bo'lyapti. Bu hammamiz uchun faxr. Uchun katta rahmat. Yana asosiysi endi chorvadorlarimiz biladi. Chorvachilikni rivojlantirish eng narsa asosiysi ozuqa hisoblanadi. Qoramollar rivojlanish uchun ham juda katta imkoniyatga ega. Hosildorlikni, mahsuldorlikni oshirishga imkoniyat beradi va xuddi shunday buni suti ham, go'shti ham juda halol bo'ladi. Yangilikka bosh bo'lib kelib o'zlari fikrlar berishlari bu albatta bizga yana reja qilishga, yana motivatsiya, bu yana yangiliklarni qilishga undaydi. Buni qilgandan keyin kelib bir kishi rahmat deb ketdimi, bu safar kelsa nimani ko'rsataman degan nima paydo bo'ladi. Yana yangilik qiladi, yangi shu kengayib ketaveradi. Shuning uchun tez kelib tursangiz, sizlar bilan baraka kelib turadi. Rahmat.